7 kilometr yangi Nurafshon Citydan 4 kilometr Piskentga qarab kelaverishdi. Mana bu yoq tomonimiz Piskent. Tepamizda 500 metrda masjid bor. O'ng qo'lga Tashmo'riga burilish. Burilmasda to'g'ri kelaverasiz, xudo xolasa. Quyonxona kerak emasmi? Mana quyonxonami, boshqa narsami, instrument qo'yishganmi mana? 50 ming so'mga taxtani puli. Bitta lavash 40 mingmidi? 10 ming qo'shib yuboringlar 50 mingga. Banka taxlashga mana bunaqa shkaf kerak emasmi? 100 mingga. Kattarog'ichi 150 mingga. Mana bu shkaflarchi mana. Bu yerda ham polkalarni berib yuboramiz ichiga mana. Xudo xolasa 150 ming, 100 ming qo'ysanglarchi. Bu yoqda mana kitob kiyim iladigani 100 ming. Mana bu nima ekan? Oyoq kiyim qo'yadigan bor ekan. Chekalarda alyuminiylar ham bor ekan. Oyoq kiyim qo'yadigan qancha bu? Obunachilar uchun tekinga bu. Tekinga. Xo'p. 100 ming, 100 ming tepa pas. Bo'ladimi? 100 mingga dalaga olib ketinglar, fermer akalarimiz. Shunda bitta tututagiga qo'yib, ustiga bitta toza narsani to'shab, mazza 2 soat uxlab olsa, yaxshidan mehnatga hamdam. Yoniga mana buni 50 mingga qo'yib qo'ymaysizlarmi? Keyin uni yoniga mana bu stol 100 mingga qo'yib qo'ymaysizlarmi mana? 100 mingga. Ha? Chekasini shunda to'rt tomonni o'rab, bitta tovuq 20 ta jo'jasini ketadi. 3 qilib qo'ysanglar ham bo'laveradi-ku. Mana bu romchani qaqadir bir kakras mana shu romchani yoniga qo'ysanglar, bitta tomoni devor bo'ladi mana. Tekinga bu. Olib ketinglar. Devor o'lab, chayna-mayna qilib yuvinishga, chaynishga joy mana 4 tasidan mana taxlab qo'ysanglar, mana tepasiga bitta shpirchani qo'yib qo'ysanglar, kiyinib yechinadigan bitta joy bo'ladi mana. Nima dedinglar? Mana shu taxtalarimiz 30 mingdan olib ketinglar. 30 mingdan. Ha, mana bitta qattiq taxtasi bor mana. Bunisiga ishlatsang bo'ladi, lombos-bombozga. Mana eshiklarimiz bor mana. 150 mingga mana eshik, romlar, nima? Chekalari bor. 150 mingga. Mana romlarimiz 100 mingdan olib ketinglar. Sho'tidan shundoq bo'lasizlar, to'rttasini bitta qilib, peremichka qilib, hammom, tualet, eshik rom tepalariga peremichka qo'yib ishlatvorsa bo'ladi. Ha, 100 mingdan. Taxtani qanligini qarang. 4-5 sm bor. Bitta g'urt qismini qo'ysa 5 sm chiqsa, 4-5 sm. To'rttasini qo'ysalar bitta peremichka bo'ladi 100 mingga. Mana eshigimizni qarang, 200 ming. Faqat bir o'zi emas, bir o'zi 300 ming. 5 tasi bilan olsa mana 100 dollar. 100 mingga mana busini qo'shib yuboramiz mana. Katta rom bor yana mana. 3 metrga 3 metr paddondan yasalgan, tepasida to'shaklari bilan 1 million 200 ketdi. Katta stol, mana bularni olasiz, uzun 1 metrlik oyoqlari bor, xudo xolasa. 400 ming ketdi. 300 ming oyna-poynalari bor.